Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana olayotgan teragingiz qanaqa bo'ladi deganlarga mana shuni tashab qo'yasiz-da. Uzunligini qarang. Bu Azamjon necha yillik natija bu? Aka mana shular bir 8 yilga boryapti mana shu teraga. 8 yilga boryapti. Ha qarang. Hozir nechta xorilik tushadi bu yerda? 4 metrdan bo'lsa ham kami 3 ta chiqsa kerak. Ha qarang. Ko'p ham chiqar ekan, 4 ta ham chiqar ekan. 6 metrdan 3 ta chiqsa kerak. 6 metrdan 3 Ha? ta chiqadi aniq. Uzunligini qarang. Akalar, havas qilganlar videoni oxirigacha ko'ring. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. To'liq ma'lumotni beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari. Xo'p, yangi uy quraman degan qadrdonlar. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Furqat tumani Shunqor qishlog'idan endi bahor keldi, dehqonchilik qilish kerak. Azamjon ukamizda tayyor mana terak ko'chatlari bor ekan. Shularni tanishtirish maqsadida yetib keldik. Qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka. Bugun 14-fevral haftaning shanba kuni 2026-yil. Azamjondan ma'lumot olamiz. Azamjon, teraklar qanaqa nav? Aka endi o'zim shu teraklardan, chiqildaylardan olib o'tgan yili suqdik, mana 140 ming ko'chat 1 gektar yerda. Bu yerda ya 140 ming. 140 ming ekilgan. Mehnat katta layk. Qarang. Bularda faqat chiqildagidan bo'lgan-a? Chiqildagidan bo'lgan aka. Buni navi qanaqa endi? Bu endi ko'k terak, sariq terak bu. Sariq terak. Ha. Kaliforniya bo'lsa bu? Yo'q, Kaliforniya o'zimizda joyda. O'zimizda haqiqiy baqa terak, ko'k, ha? Ko'k terak. Xo'p. Bularni yoshi 1 yashar bu. 1 yashar. Ha? Bo'yin balandligi Bo'yi qancha? oldi 4 metr oshiqroq aka. Aksariyatda bir 70% iriq terak. Mana ko'rib turibsiz aka, deyarli maydasi kam. Oralarida. Standart deyarli o'rtacha 3,5 metrga to'g'ri kelaveradi. Teraklarimiz. Eng kichkinasi ham 2 metrdan yuqori. Ha, eng kichkinasi ham 2 metrdan oshiq aka. Gap yo'q. Bularni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana pastini ham ko'rsatib qo'yay, qanaqa holatda bo'lgan. Mana ekilish jarayoni. 60 ga ekilgan aka. Yo'q, mana. Chiqiltasi joyi qurib, mana shu olib borsa endi muammo yo'q, ha? Muammo yo'q. Ha. Zo'r. Ko'chirib berish xizmatlari. Endi aka, mana keldi xaridor. Xaridor kelsa mana 10 ta olaman, 100 ta olaman, 1000 ta olaman. Nechtadir olaman desa ko'chirib berasiz, baylab, tayyor qilib. Unga ham kelishaveramiz. Endi imkon qadar aka meni uchun vaqtim ham ko'p bas. Mana shu turishiga olsa ham yaxshi bo'lardi. Ha, terak sotadigan aka-ukalar bo'lsa, shu telegramlardan tashab qo'ysangiz, bu yerda nechta soni? 140 ming ekilgan bo'lsa, где-то bir 130 ming, 120 ming ko'chat qolganda endi. Qolgan, ha, gap yo'q. Chekkalarni chiqarib yuborsangiz aka. Pullari nech puldan aytamiz endi ular? Pullarni endi aka bilmasam, men ham birinchi yil ekishim. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Qaraymi? Mana Bashmalloqdan ham iriq bo'lib ketgan teraklar. Ular katta. Eng kattalari, yo'g'onlari shunaqa. Bularda ko'klashi xudo xolasa bexato. Bexato xudo xolasa aka. Mana yerda turibdi. Eng kichkinalari mana bunday ekan. Mana shunaqa. Eng kattasi haqiqatan bosh barmoqdan ham katta. Pullar nech puldan endi? Pulini aka nech qator o'zi bu yerda? 64 qator. 64 qator. Bir qator olasizmi, ikki qator olasizmi? Kelib ko'chirib olib ko'rasan. Yo'lik olganga aka, mana shu gektarni olganga 2000 so'mdan qo'yib qo'yishga ketaveradi. 2000 dan. Bu yerda aka eng arzoni menimcha hisobimda 1,5 mingdan 6 minggacha terak bor. Bu yerda teraklar narxi belgi holatga, ha. Ko'ryapsiz, olib chiqib sotayotganlar ko'rib keldim. Ha, men ham surishtirib maqtab. 1500 dan 6000 gacha teraklar bor ekan. Mana eng baland 4 metr ekan. Endi narx-navon bilganlar yozib qo'ysin, to'g'risi men ishim tushgani yo'q, shuning uchun nech pulligini tortishib o'tirganimiz yo'q. Mana yo'g'onligi. Qarang, bosh barmoqdan ham endi yuqoriroqlar bor ekan. Donalab olganga aka endi boshqa kelishamiz. Telefon qilishaveradi. 6000 gacha bor-da endi. 6000 gacha. Eng oldilari 6000 gachada. Nechtagacha sotamiz eng kam?
Eng kami bilmasam bir 500 tagacha sotaveramiz. Yo, hozir kelib turib 100 ta olaman deganga ham sotamizmi? Ko'ylab olishga bo'lsa beraveraman, O'zi lekin kelib, ha, transport bilan kelsa, ha. tashqarilardan ham bir ko'rsatib qo'yaylik-da, tepalardan. Kamroq yer bo'lsa Rahmatjon aka, men o'zim bog'lab buni Mhm. beraveraman. 150 ta hammi katta gektarlik uchun Qarang. 1 gektar joyda, 1 gektar joy. 1 gektar joyda qarang. Qatorlarga qarang. O'ta oxirigacha. Uzunligi qancha? Uzunligi 400 dan ziyodroq. 400 metrmi? Ha. Eniga Eniga 25 bo'ladi-da shunda. shunaqa bo'lsa kerak. 25 ga Ha, 400 bo'lsa 1 tushunaman. gektar 1 bo'ladi. gektar bo'ladi. 1 gektar sal oshiqomda yer. Ha, ko'proqmi? Xo'p, akalar, 2000 dan optim holatiga 1,5 mingdan 6000 gacha tanlashga qarab, ko'chirishingizga qarab, bog'lashingizga qarab ketaverar ekan. Imkon darajasida nechta olsa optim hisoblanadi? 4000, 5000 deng. 1000 ta olsa, 1000 ta olsin ana aka. 1000 ta olsa 2000 dan. Men endi olganda ham kelib turib toldan tutdan qilib olmaydi-da, majbur qatorda baraka qiladi. Bir qatorda sug'uradimi? Yo'q, aka, unaqaga emas. Mana shu yerda o'pib olsa, misol, Yo, yarmi dedik. Hozir 1000 ta olmoqchi bo'lsa, buni ikkita qatorda dogovor qilasiz, ikkita qatorda 1000 ta. Shuni Yo'q, o'ziz ikkita ko'chirib- qatoriga boshqa kelishamiz, lekin 2000 dan to'g'ri kelmaydi. ha, endi qanday kelishadi axir. Shunali kelgan odamga biz kelmasdan oldin maslahat qilib olishimiz kerak-da. Xo'p, keldi mana birinchi, ikkinchi qatorga baraka deydi. Shunda optim hisobida ketaveradimi? Bir qator, ikki qator olsa? Kerak ekanman deganlar bor-da. Bor aka. Mana shu ikkita qatorni Azamjon menga ber. 2000 dan pul sanayman desa, optim hisoblanadimi shu? Optim bo'ladi endi shu. Shu 2000 dan endi quyug'i, suyug'i, kichkinasi-yu, semizi-yu, arrag'i deganda. Ha, ketaveradi. Bunaqa bo'lsa ham kelishib qo'yadi. Mana akalar, eng kami bir qatori, ikki qator. Ikki qatorli. Eng kami ikki qator. Nechta chiqsa endi? Nechta chiqsa? 2000 ta chiqadimi, 1000 ta chiqadimi, 3000 ta chiqadimi? Ha, shu ikkita qatorda olasiz, o'sha optim narxida 2000 dan ketaveradi. Endi kelib tanlab ko'chirib olaman desangiz, endi zo'rini 20 ta olmoqchisiz, 10 ta olmoqchisiz, buni kelishasiz. Katta, kichkina olishingizga qarab, holatiga qarab kelishasiz. Dastlabkiga imkoniyat qanaqa bo'ladi? Dastavkani ham kelishaveramiz aka. Xo'p. Bitta mashinada nechta terak siqishi mumkin? Labolarga. 1000 ta siqsa kerak. 1000 ta ham endi 500 ta darana. biz bilmaymiz endi nechta yuklashini. Xo'p, 500 ta bo'lsa dastlabki ichida. Bo'ldi, ichida ham qo'yib. Qancha masofa? 50-100 kilometr. 50 kilometr qiling. 50 kilometrgacha mana 500 ta zakaz qilasiz. 1 million tirstashingiz plastikiga sizga 500 ta mana bir qatordan ketaverar ekanda, shuni ko'chirib 500 tani baylaydi. Sanab olib borib qo'lingizga yetkazib beradi. Bunisidan muammo yo'q. Ha? Sonini aytib qo'ying, umumiy sonini. Umumiy soniga 130 ming. 130 ming. Mo'l qarang. Mana shu bo'yini qarang. Bunday boring. Bo'yingizga taqqoslab qo'ying. Mana odam bo'yi. Mana qo'lini ko'taryapti. Mening bo'yim 177. Mana. Rasul shu 1 yillik natijami? 1 yillik natija ekan. Endi Azamjon, sizga savolda. Mana shu terak eksa, o'g'lini uylantirmoqchi odam, ha? 4 ta o'g'li bor. Bitta uyga nechta terak ketadi o'rta hisobda? Bir 40 ta ekib qo'ysa, yoki 50 ta ekib qo'ysa, necha yilda tayyor bo'ladi mana shu? Aka, bizda mana shu atrofda misol 6 yilda kesib to'sindan o'rta o'tadi, to'sindan. To'sin bobi. Xoriboblarchi, Xoriboblar 8 yil atrofiga ketadi. 8 yil. Endi o'g'lingizni masalan 18 da uylanmoqchi bo'lsangiz, 10 yosh o'g'lingizga ekib qo'ysangiz, o'g'lingiz uylanayotgan paytiga shunday kesasiz, tayyorda. Endi aka, hozir haligi aytadi-yu, terak bir kunimga kerak deydi-yu. Ha, gap yo'q. Haligi bo'sh joyi bo'lsa, olib borib ekib qo'ysangiz, yo'q. Ariqlarni bo'yiga, qarovsiz qolgan joylaringizga ekib qo'ysangiz bo'laveradi. Keyin Azamjon, eng ko'p pul qo'shadigan narsa terak. Terak, ha. Ko'chatda qanaqa ko'chat bo'lsa ham eng ko'p pul qo'shadi. Mana shuni mana 2000 so'm bo'ldi. 8 yil o'tdi deylik. Hozir bitta xori tushuydigan, bitta to'sin tushuydigan terak nechi pul? O'rtacha 1 million. 1 million. Endi qarang,
2000 so'mingiz 500 barobar ko'payyapti-da 8 yilda. Kalkulyatorga tashlang, necha O'g'it talab qilmaydi. matematiklar hisoblab qo'ysin, necha foizga investitsiya pulingiz haqiqiy ko'paydigani mana shu bo'ladi. Pulingiz hech yoqqa yo'qolmaydi. Mana 2000 so'mingiz 800 ming bo'lsa, tamom bas. Mana olib bemalol uyda o'tirgan aka-ukalar bo'lsa, foydalanish keldi, xudo xolasa mana yerda amal boshlanyapti, bemalol olib ekib qo'ysa bo'laveradi. Eng asosiysi bozorga borib, qiynalib yurmaysiz. Azamjon uka, menga 1000 ta jo'natib yubor deb turib, shunday zakolatga 200 ming tashiysiz, qolganini uyingizga borgandan keyin beraverasiz yoki 50 ming tashiysiz. Nima ko'p texnika zamoni, bitta labochaga 1000 tani solib, zing'illatib borib uyingizga tashlab keladi. Muammo yo'q. Ammo borgandan keyin o'lchab oladigan joylari ham shartlarini ham aytib qo'yaylik obunachilar. Necha metrdan pasti bo'lsa, bonus hisobida ketadi. Mana bunaqa mana 1,5 metrlar bo'lib qolsa ichida. Pul bermay qo'yarsin Pul bo'ladi. bermay qo'yaversin aka mana. Ha, endi hali sizdan ham orasidan chiqib qolsa, mabodo men aka pachkalab bersam, qanchadir nimaga, soniga bir kelishib qolsak, men pachkalab bersam, orasida bir qandaydir muxlabga qilmayman. Yo'q, endi baribir hali boshida so'z bo'lsa, oxirida gap bo'lmaydi. Shunda ichida ajratasiz, metringizni shina qo'yasiz, 1,5 metrdan pasti bo'lsa, pul bermay qo'yaverasiz. Mana biz aytyapmiz 3 metr, 4 metrlik deyapmiz. Mana 1,5 metrda tepasiga pul sanaverasiz. 1000 ta desangiz 1000 ta, 5000 ta desangiz 5000 ta. Katta joyingiz bo'lsa, eng asosiysi mana bunaqa qarovsiz qolib ketgan kanallar bo'ylari zibir deb qo'yamiz, zavurlar deydi. Zavurlar chekasiga ham ekib qo'ysangiz, fermer bilan gaplashib, fermer tog'a, mana shu kanalingizni bo'yi necha metr? 500 metr. Mana shu men terak ekaman, 8 yildan kesib olaman. 10 tadan 2 ta sizga desa, fermer nima deydi? Bekor yotdi-yu. Ha, bo'ldi jigar deydi, shartnoma imzolab qo'yasiz. Suv o'zi oqayotadi. Endi jali mehringiz tushsa bir qoshiq selitra machavinadan solib qo'ysangiz, to'g'rimi? Bo'laveradi. Nahla aytdik akalar, 2000 dan Optimga 1,5 mingdan 6 minggacha tanlab olishiga. Endi bozor narx-navoni kelib chiqib, yana ko'proq olsangiz, balki Azamjon yana bonus qilib yuborishi mumkin. Xo'p, bitta sonni ayting, Optimga ham bitta gapirib qo'ying. Olib sotib foyda qilaman deydigan akalar ham. 140 ming ekilgan, 130 mingtaga pul beradi. 130 mingta sanab olasiz. Bitta pul sanashga. Bitta pul sanashga 2 mingdan. 2 ming. Yo'q, endi bitta pul sanashga deyapman. Ha, 1.9 dan bersin aka. 1.9 dan, 1.9 dan shatr pulni sanasangiz, ko'chirib berasizmi shunda siz? Yo'q, o'zlari ko'chirib oladi. Xo'p, ko'chirib olish xizmati o'zingizdan, kelasiz, texnikalar sizdan bo'ladi, shunda. Texnika sizdan bo'ladi, ko'chirib olish bo'ladi. Buyog'ini yana murosa qilaverasiz. Akalar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like deb bosib qo'ying. Xudo xolasa, like videoni tarqatadi. Kimgadir kerakida yurgan akalarga kerak bo'lib qolishi mumkin. Nomerni aytmang. 90lik 308 0950. Xo'p, Farg'ona viloyati Furqot tumani Shunqor qishlog'i. Azamjon. Ehtiyot Telegramga lokatsiya tashlab qo'yamiz. Vaqtingizga qarab kelaverasiz. Uzog'i 2-3 kunda sotilib ketadi bular. Xudo xolasa, endi birar haftadan ichida sotilib ketishi mumkin. Bundan tashqari yana polya bormi? Yo'q, shu endi. Bori shu. Endi 140 ming deyapsiz-ku. Masalan, 10 kishi, 15 kishi olib qo'ysa tugaydigan narsa ekanda. Shunaqa. Endi bir ekkanda hech yo'q. 5000 ekadiganlar ham bor-da. Katta fermerlarga ayniqsa rosa kerak. Akalar, fermer tog'alarga jo'natib qo'yamiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Yana qanaqa videolar chiqarishimiz kerak? Kommentariyaga yozib qo'ying.